Assalomu alaykum azizlar. Men sizlarga hozir Pinterestdan, YouTubedan videoni silkasini yuborib yuklashni o'rgataman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Buning uchun men Pinterestdan foydalanib, YouTubedan foydalansangiz bo'ladi. Buning uchun biz bitta videoni olib olishimiz kerak. Masalan, bitta videoni mana bitta videoni olib oldik. Endi mana bu joyga bosamiz. Keyin copy link qilamiz. Endi chiqib ketib, Telegramga kirib, save as bot deb yozamiz. Unga biz copy link qilib olganimizdagi silkasini tashlab bersak, bu bizga mana videosini tashlab beradi. Gazetaga saqlashda to'g'ri saqlaymiz. Mana saqlandi. Yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'ying.